Do'stlar, bilasizlar, kecha Lamine Yamal Portugaliyaga mag'lub bo'ldi va hozir butun dunyo xuddi unga qarshi chiqayotgandek kichkina shu 17 yoshli bolakayga qarshi negativ va hate yozishyapti. Siz nimaga o'zi Ispaniya yutqizdi Portugaliyaga? Salazar, nimaga Ispaniya Portugaliyaga mag'lub bo'lmadi bo'lyapsiz? Eng katta sabablardan biri bu Ispaniya lideri Lamine Yamal o'yini qovushmagani va unga nisbatan Portugaliya Nuno Mendesni qo'ygani, ya'ni uni zararsizlantirgani bo'ldi deb bilaman. Endi to'g'ri, Ronaldo bu sovringa loyiq edi va Ronaldoga bu sovrin kerak edi, muhim edi. Lekin Lamine Yamalga bo'layotgan bosimni men tushunmayapman. Siz nima fikrdasiz o'z bosim haqida? Meni fikrim shundaki, Lamine Yamalga bo'layotgan bosim bu shunchaki noto'g'ri. 17 yoshli bolakay unaqa fenomenal darajada o'ynayapti-da. Sizlar Lamine Yamalni Krishtianuga solishtirayotganlarning sababi shundaki, u rostdan ham zo'r o'ynayapti futbolni. Shuning uchun solishtiryapsizlar. Unaqa hate qilish kerak emas uni. U futbolga kelajagi. Hattoki Krishtianu Ronaldo o'zi ham gapirib chiqdi bu narsani. Ularga hate qilmayli, bosim qilmayli, bu futbolga kelajagi deb. Não cessa, não finge ser